narko jinoyatchilik va uyushgan guruhlarga qarshi kurash bo'yicha narko kanallarning oxirgi manbasi va homiylarigacha yetib borish uchun mas'ullarda qat'iyat yo'q. Qat'iyat yo'q deganim, qo'rqasizlar, ichiga kirolmayapsizlar, yengil qarayapsizlar bu ishlarga. Poytaxtda narko jinoyatlar 4000 dan oshgan. Qo'lga olingan 112 ta uyushgan jinoiy guruhlar 1300 dan ortiq jinoyat qilgan. Bu jinoyatlar uchun aybli deb topilganlar jazoni yarmini ham o'tamasdan ozodlikka chiqib ketyapti. Oqibatda bu jinoyatni takrordan qilganlar 3 yilda 125% ga ko'paygan. 1,5 mingdan 5 mingtaga oshgan. Toshpo'latov, Qurbonov, Mavlonov nima uchun shu paytgacha hamkorlikda ishlab bu illatga nuqta qo'ymagan? Topshirig'imga ko'ra administratsiya shug'ullanishni boshlagandan keyin bu masalada o'zgarish bo'ldi. So'nggi 3 oyda respublika bo'yicha 50 ga yaqin yirik narko guruhlar qo'lga olinib, yarim tonna narkotiklar muomalasiga chek qo'yildi. Yarim tonna. Tasavvur qilinglar, bu qancha oilalarda buzadi bu. Kim kuyinish kerak? Qanday qilib biz yuribmiz, boshimizni ko'tarib rahbar bo'lib hammamiz?